Assalomu alaykum. Demak, bugun biz bilan Qo'qon shahridamiz. Agrodo'konga keldik. Kokos olgani. Mana Hindistonniki ekan. Shu holatda demak kilosi 18 mingdan ekan. 1 kilosi 18 mingdan. Bu yerda Tiflis issiqxona uchun barcha narsalar bor ekan. Tomchilatishga, setka. Do'konlar nomi. Shuni Qo'qon bozorida, Yangi bozorda oldida stanka bor ekan, o'shani oldida. Kasetalar ham bor ekan. Kaseta xo'p 50 talik 6,5 ming, 32 talik ham bor ekan. Bu ham 6,5 ming ekan narxlari. Kimga kerak bo'lsa agar kelaverasizlar. Telefon raqamlari qaysilarga? Mana vizitkalari.